тоже заслуживает вашей поддержки. Жасурбек Жураев. Тебе нечего стесняться, ты можешь держать свою голову высоко, все знают, какой у него опыт, все знают, что ты молодой. Скажи пару слов своим болельщикам. Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana bugun bizlar shuncha insonlar kuzatib kelib tomosha qilib turibdi. Hammalarga rahmat. Mana shu bizning O'zbekiston qo'llab-quvvatlab turganlaringga shunchalik. Bizlarni ichki ishlar, MMA federatsiya akalarga ham rahmat. Aziz akalarga jon arzon bo'lsin. Nasib bo'lsa, hali men to'g'risi uncha trenировка qila olmadim. Chunki bu yaqinda vizit tashlaganda, chunki Tailandda shug'ullanib, necha oydan bir forma qilib yuruvdi, lekin men 15 kunmi, necha kunga qolganda jangini qabul qildim, qochmadim, chunki menda jilena bor. Nasib bo'lsa, inshaalloh yanagi jangimda shug'ullanib, o'zimga forma qilib, chiroyli bo'lib qaytaman. Meni qo'llab-quvvatlab turgan butun ota-onam jonlar zamon bo'lsa, meni har doim istaman, yutqazsam ham padishka qiladi. Sizlar ham ayni o'zim hammamiz o'zbekmiz, bir-birlarimizni yutqazish, yutish Allohdan. Padishka qilinglar, qo'llab-quvvatlanglar, ustozlarimga rahmat. Mana bu Ilat Xomiyga rahmat, men sponsorim. Padishka qilib har doim yomon yaxshi kunlarni ham padishka qilib turibdi.